Yana men o'zimda bo'ldi, bir aytib berdim buni jamoatga. Mana shu O'zbekiston tarafda ekan. Bizdan bir safar qilgan odam borib, tasvirini olib menga kelib ko'rsatdi. Bu kishim 16 yildan beri karavotdan qimildamasdan yotadi ekan. 16 yildan beri birodarlar, bunaqalar ko'p. Endi ular ko'chada yurmaydi-da, uyda yotadi. Uyda yotganligi uchun biz ularni ko'rmaymiz. Bir marta ko'rasizda darrov bir ahvolga tushasiz, yana ketaverasiz, unutuvchanmiz, esdan chiqib ketaveradi. 16 yildan beri yotar ekan, Qur'onni to'liq yodlab qo'yib birodarlar. Shaxsan menga jo'natgan videosini aytayapman sizlarga. Men o'zimga jo'natgan, meni masalalarimni eshitadi ekan. 18 ta shogirdini qori qilay deb qopti. Menga shu kishi yozibdi, videoda omonat qilib bir olib kelib ko'rsatdi. Domla yaxshimisiz, salomatmisiz deb zo'rg'a gapiryapti. Masalan, to'liq gapirib ketadigan odamlar bor, tutilib yoki dudulanib deymiz. Dudulanib gapiradigan odamlar bor. Men aytdim qaytadan shu odamdan iltimos qilinglar, bir Qur'on o'qib bersin dedim. Qur'on o'qib bergan videosini ham ko'rsatishdi. Qur'on o'qiganda tutilmaydi ekan. Yana qarang. Gaplashayotganda tutilib qolishligi mumkin ekan. Qur'on o'qiganda tutilmaydi ekan bu odam. Ammo siz bilan men gapirayotganda tutulamiz, Qur'on o'qiyotganda gapirganda tutilmaymiz. Qur'on o'tganda tutilib qolyapmiz biz. Jag'imiz, tishlarimiz, tillarimiz sog' salomat. Shunday Qur'on kitobni qo'liga berib qo'ysangiz, bo'ldi, dudulanishni boshlaydi. Nima deb javob beramiz, birodarlar? Nima deb javob beramiz? Qiyomatda o'sha dudulanadigan, gapini tuzuk quruq topib gapirolmaydigan odamlar Qur'on o'qib tursa Allohning yanida. Siz men burro qilib tiniq, aniq qilib gapirib turgan odamlar Qur'on o'qib berishni bilmasak nima deb javob beramiz? Mana endi javobini o'zingiz ichingizda o'ylayvering.